10 minutdan ichida 18 yilda men ko'rdim. Hamma o'tib ketdi. Hamma o'tib ketdi. Do'stlar, 18 yillik bepushtlik, 18 yillik dard. Hozirda bemorimiz Qirg'iziston Respublikasi Batkent oblasidan kelgan. Bemorimizda mikroteziya amaliyotini o'tkazdik. Ne bo'ldi? Ne ko'rdingiz ko'zingiz bilan? Chiqdi. Urug'larni ko'rdingiz ko'zingiz bilan. Harakat qilayotganini ham ko'rdingizmi? Eshitdirsizlar do'stlar. Qayerlarga borgansiz, nimalar deyishgan? Bishkekda, O'shda, Moskvada ko'rmagan yer qoldi. Aha. Oxirgi natijada sizlarda bordi. Xudoga shukr, Allohga shukr, shu berganiga Alloh razı olsun. Sizlardan qilgan xizmatingizga. Aha. Mana shu 10 minutdan ichida 18 yilda men ko'rdim. Hamma o'tib ketdi. Hamma o'tib ketdi. Endi xudo xolasa ekoni boshlaymiz. Xudo xolasa farzandlarni ham dunyoga kelgandan keyin olib chiqamiz. Xudo xolasa, so'zsiz. Do'stlar, 18 yillik bepushtlik haliga oson raqamlar emas. 1 yil, 2 yil, 1 soat, 2 soat emas. 18 yil tasavvur qiling.